Ushbu 5 ta punkt u qizga siz rostdan ham yoqasizmi yoki yo'qmi? Shu savolingizga javob beradi. Qiz bola hech qachon to'g'ridan to'g'ri senga manga yoqasan demaydi, lekin namyoklarni sezsa bo'ladi. Ko'pchilik bolalar o'ylashadi, agarda qiz bola menga javob berayotgan bo'lsa, значит men unga yoqaman. Achchiq haqiqat umuman unaqa emas. Agarda qiz bola haqiqatan ham sizni yoqtirayotgan bo'lsa, uni boshqachasiga bilsa bo'ladi. Sizlarga maslahatim, ushbu videoni saqlab qo'yinglar. Sababi, bu narsa sizlarga kerak, menga emas. Keyinchalik qanaqadir qiz bilan gaplashadigan bo'lsanglar, ushbu videoni hayotdagi bo'lgan narsa bilan solishtirasizlar. Agarda to'g'ri keladigan bo'lsa, tabriklayman, sizlar u qizga yoqasizlar. 100%. Endi esa 5 ta punktga o'tamiz. Birinchisi, agarda qiz bola siz bilan gaplashayotganda sochini, labini, bo'ynini o'zidan o'zi tushunmagan holda tegayotgan bo'lsa, bilingki, siz unga yoqib qoldingiz. Haqiqatan ham o'sha payt hayajonda turgan bo'ladi. Agarda qanaqadir jinnicha hazillar qilayotgan bo'lsanglar ham o'sha hazilinglar ustidan kulayotgan bo'lsa, bilingki, u qizga sizlar yoqasizlar va u qiz sizlar bilan qiziqyapti. Bilingki, agarda qiz bola sizga birinchi bo'lib yozayotgan bo'lsa yoki-da siz yozishingiz uchun povod yasab berayotgan bo'lsa, u siz bilan kontaktga chiqmoqchi. Bu degani siz u qizga keraksiz. Agarda siz qiz bolaga emas, qiz bola sizga birinchi bo'lib siz haqingizda yozayotgan bo'lsa, qattasan, nima qilyapsan? Bu degani siz qiz bolaga haqiqatan ham qiziqsiz va sizning hayotingiz nima qilayotganingiz unga qiziq. Va 5-inchisi, qiz bola bu narsani erkaklar tushunmaydi deb o'ylashadi, lekin agarda qiz bola nomiga sizlarga tegib qo'yayotgan bo'lsa yoki iloji boricha tegmoqchi bo'layotgan bo'lsa, bu degani siz qiz bolani haqiqatan ham o'zingizga sevdirgansizlar. Tabriklayman. Bolalar bilinglar, agarda sizlar qiz bolaga yoqayotgan bo'lsanglar, bu narsani sizlar sirraz tushunasizlar. Agarda u narsani sezmayotgan bo'lsanglar, qiz bola sizlar bilan xushmuomalaligi uchun prosta gaplashyapti. Aytganimdek, videoni o'zingizlar uchun saqlab qo'yinglar, chunki bu narsa sizlarga kerak, menga emas.